Afsuski, mualliflik huquqi buzilgani uchun YouTube bu videoni olib tashladi. Ko'rish uchun quyidagi izohdagi havolaga o'ting. Sohibjamol ayol Amira Rashidova. Siz kimsiz? Ikkinchi plandagi muhim inson. Siz pishib yetilmagan jurnalistsiz. Yo zo'r bo'l yoki kerak emas. Amira yo'ldasiz. Nega? Nazira opa, men tayyor emasman hali gapirishga. Balans bormi? Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Mana shu yerda bu ko'rsatuv tugadi. Brizik TV muvaffaqiyat kalitlari podkastining bugungi mehmoni jurnalist, prodyuser, coacher va umuman olganda rivojlanishga mukkasidan ketgan onlayn maktab asoschisi Amira Rashidova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nazira opa. Qancha uzoq muddat ediki, mana shu ro'paramda o'tirib, sizni salom alikingiz bilan birga hamohang bo'lish istagim bor edi. Va nihoyat. Bugun ekan. Bizda an'ana. Va nihoyat an'ana, sizga ham tushuntiraman. Oq qog'oz, ruchka bu nimaga kerak? Oq qog'ozga siz suhbatdan so'ng o'zingizni fikringizni, balki iqtibos, bir neni qoldirasiz. Buni ramkaga solamiz, esdalik uchun olib qolamiz. Xo'p bo'ladi. Rozisiz? Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Va kelishingizdan avval muddatni aytay, qancha muddat o'tdi? Qani aytingchi. Aslida bu loyihani radio varianti bor edi. Va radio variantni boshlaganimdan beri taklif qilganman. 2019-yildan buyon Amiraxon, keling suhbatlashamiz. Hech qachon yo'q demagansiz. Nega? Sizda har doim sizni rivojlanishingiz belgisi dastlab o'zbek tilida yana ham yaxshiroq gapirishni o'rganing. Hozir bir loyihani boshlayapman, ana shu loyihani ishga tushiray. Hozir safarlarim ko'p, mana shu safarlarimni orasida vaqtni topay. Va oradan qarabsizki 6 yil o'tdi ketdi. Siz bilan tanishganimizga 6 yil emas, ancha ko'p muddat bo'ldi va men taniydigan Amirada shijoatdan tashqari eng sizni birinchi bo'lib siz bilan notanish inson to'qnash kelganda o'ziga qaratadigan tomoningiz shijoatligingiz, shuni quvvatingiz bilan odamni shundoqqina bosib tashlamaysiz, urab tashlaysizda. Urab tashlaganingizdan-da ayro yana bitta chiroyli iqtidoringiz bor. Nima ekan? Sizni ko'zingizdan, sizni nazaringizda bu. Siz juda shirincha tushuntira olasiz. Oddiy tushuntirmaysiz, shirincha tushuntirasiz. Va mana shu shirincha meni xotiralarim sizni shirincha xotiralaringiz bilan bog'liq. U bolalikdagi Samarqanddagi Amirani xotiralari. Samarqandga o'tishdan oldin siz ko'p marotaba nima haqida gaplashamiz degan savolingizga hozir javob beraman. Siz haqingizda deganman va suhbatimiz davomida har ne pallada Amira va deyman. Mana hozir savolim Amira va Samarqand. Siz juda ko'p gapirasiz umumiy suhbatlarda va bolalik haqida faqat xos suhbatlarda aytasiz. Bolaligingiz juda o'ziga xos bo'lgan va oilangizni o'zini aytmasangizda bolaligingizga xos bo'lgan shirincha xotiralarni aytasiz. O'sha shirincha xotiralardan boshlasak. Samarqand bu mening, bu bilasizmi, bu Samarqand deysiz, yuragim bu bilasizmi qanaqa, bu qalbingiz ichida juda ko'p patternlar turadi-da, ongda, qalbda va juda ham bir muhim, juda ham bir yopiq va hammaga ham ochilmaydigan patternlar ham bor. Shu sababli xos. Samarqand aynan shunday. Chunki Samarqand 12 yoshimgacha men o'sha yerda yashaganman va Samarqand bu mening bobom rahmatli buvim. Bu meni hayotda bugungi kunga mana shu prinsiplarim, o'zimga xos qadriyatlarim, o'zimga xos nima deydi, mana bu qayerdadir hattoki qat'iyatli bo'lishimga juda ko'p sabab bo'lgan insonlarim. Bu Samarqand. Asl tarbiyani o'sha yerda ko'rdim. Milliylik,
o'zbekchilik, nima deydi mana bu oila instituti men uchun o'sha yerda shakllanib bo'lgan mana shu 12 yillik umrim davomida boshlang'ich. Oila qanday bo'lishi kerak, oilada otaga hurmat, onaning o'rni, bobo buvining o'rni, ularning nevarani hayotida o'rni, mana shuni hammasini o'sha yerda olib bo'lganman va men uchun bu eng muhim bo'lgan основану asos, fundament Samarqand. Va qayerdadir bugungi kunda samarqandliklar haqida gapirishganda samarqandliklar mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb har xil gaplarni eshitamiz. Chunki o'ta shustrida samarqandliklarda, Amerikada ham samarqandlik bosib ketgan boshqa deyishadi. Ha, shunaqa samarqandliklar, lekin shu bilan birgalikda o'ziga xos juda ko'p kamchiligi ham bor va buni hamma biladi, aytib turishadi. Lekin o'ziga xos juda ko'p ambitsiyalari ham bor. Aynan mana shu Samarqand, naверное, bolaligimdan ambitsiozni bo'lishni ko'proq o'rgatgan. Ambitsiya bilan yashashni o'rgatgan deb o'ylayman. Va Samarqand bilan bog'liq boshqa bir yo'nalish sizda juda ham bir yaqqol namoyon bo'ladi. U ham bo'lsa Amira va media. Aksariyat uchun siz Sudiyona, Darakchi nashrlarni bosh muharririsiz, Sevimli telekanalni sobiq prodyuseri va hokazolar. Aslida Amira uchun media bilan to'qnash bu o'sha yoshligidagi STV kanali bilan boshlangan. Samarqanddagi TV. Shunaqa, men o'sha payt nechinchi 4-sinf edim. Bu taxminan 9-10 yosh atrofida edim. O'sha payt Samarqand televideniyasini endi birinchi nodavlat tijoriy telekanal bo'lganda, bu butun respublikada nodavlat telekanalga asos solingan. Dadam asos solganlardan keyin o'sha payt menga ham bitta ko'rsatuv bering, mana shu efir qilay deganda kichkinagina bitta efir berganlar. Va men o'ylayman bu oxirgi efirim bo'lgan. O'sha paytdan bugungacha birinchi va oxirgi efir. Men eslayman, o'shanda qizlarni yig'ganmiz, quvnoq bolalar deb nomlanardi bu ko'rsatuv. Uni syomka qilardik. Tayyor bo'lmaganman-da, juda ko'p ambitsiya bor, lekin shu bilan birgalikda postanovkalar boshqa. O'zim men bu diktor sifatida o'sha yerda gapirishga kelganda o'zimni yo'qotib qo'yardim. Gapirishni bilmasdim, qiynalardim. Keyin eslayman, bir marta bu ko'rsatuvni bir 3-mi 4-son efirga ketishi kerak edi. Studiyada turibmiz, redaktor menga bunaqa deng deb gap o'rgatib turibdi. Suflyor yo'q, boshqa yo'q, shuni turibman, gapiryapman, ichimdan yonib ketyapman, ichimdan o'xshamayotganini tushunyapman. Shunda to'xtatganman, bo'ldi. Rahmat sizlarga, mana shu ko'rsatuvga menga yo'q demaganinglar uchun, mana shu ko'rsatuvga menga yordam berganinglar uchun mana shu yerda bu ko'rsatuv tugadi deganman-da. Shunda esimda mikrofon hammasini tashladim, chiqib ketganman. Bo'ldi. Hamma shok. Qanaqasiga bu efirga ketishi kerak? Bunaqa bo'lmaydi, bu mas'uliyat. Deganman, yo'q, men tayyor emas ekanman. Boshqa odamni olinglar, boshqa odam qilsin, boshqa qizlar kelsin. Men qilmayman. Men tayyor emasman bu narsaga. Tushundim men yo'q, hali xomman. Nima qilaman xom holatimda chiqib kimnidir nima deydi, o'zimga ham yoqmayapti, boshqalarga ham yoqmaydigan narsani qilib, xohlamayman bunaqa bo'lishini. Qilganga yarasha yaxshi qilish kerak, bo'lmasam kerak emas deb chiqib ketganman-da. Va shu qarangki, oradan necha yil o'tdi, o'zim televideniyada ishladim, ko'rsatuvlar har gal mana shu trigger bo'lib turardi-da. Bu bolalikdagi bo'lgan asosiy bir holat-da, trigger bo'laverardi har safar. O'sha qaysidir vedushi chiqib o'xshata olmasa, gapirayotganda qizarib ketsa, men qarab tursam bu tomonda o'zimni eslardim-da. Men o'sha payt nimani eshitkim kelardi? Men o'sha payt menga qanaqa dalda bo'lardi? Xuddi shunaqa daldani men vedushilarga keyin berardim. Ya'ni bizani Sevimli telekanaldagi o'sha vedushi, boshlovchilar, diktorlar, bular hammasi ham professional bo'lib kelgani yo'q. Ko'pi oddiy endi ishini boshlayotgan, kamerani birinchi marta ko'rayotgan, petlichka bilan birinchi marta ishlayotgan bolalar, qizlar edi. Va o'sha payt o'zini yo'qotib qo'yib, hayajonlanib ketganida tinchlantirishga
bilardim qanaqa tinchlantirish kerakligini, chunki man bu yo'ldan o'tganman, ya'ni man bilan bu narsa sodir bo'lgan-ku. Man o'xshata olmaganman. O'shanda hammasiga aytarim, man o'xshata olmaganman, lekin sen o'xshatasan. Qilishing kerak, boshqa yo'li yo'q. Davay. Не, man qila olmayman, Amira opa, простите, я вас подвела. Man qila olmas ekanman, aytaqasi man uchun emas ekan. Xuddi meni gaplarim. Hammasini o'tkazib, bugun yoki hech qachon. Bir umr keyin afsuslanasan, qil. Man senga shans beryapman, man sening quyoningdaman. O'ylama, pozor bo'lmaysan, sharmanda bo'lmaysan, kulgili ko'rinmaysan. Chunki men shunaqa o'ylardim-ku. O'sha payt menga bu gaplarni hech kim aytmagan-ku. Unaqa ko'rinmaysan deyishmagan. Men shunaqa ko'rinaman deganda hamma jim turgan. Balki haqiqatda shunaqa bo'lgan deb. Va aynan men shunaqa paytlarda shu Samarqand televideniyasida birinchi shu efirim bo'lgan. Shundan keyin mana bu 96-yil edi. Samarqandda birinchi Darakchi gazetasi rus tilida nashr etishni boshladi. U ham birinchi nodavlat gazetasi edi. Va nomini nima qo'yamiz deb yurishganda Darakchi qo'yaylik deb aytgandim-da. Darakchi nomini men faxrlanaman. Darakchini ham, Sevimlini ham o'zim nomini qo'yganimdan, ya'ni omadli nomlar bo'lgan bular. Uzoq umr yashadi bu loyihalar. Garchi hozir odamlar gazetani o'qimayotgan bo'lsa-da, lekin bir muddat odamlarga ro'shnolik, qanaqadir ilm, ziyo bag'ishlab kelgan bu gazetalar. Va men xursandman bundan. Yana media deganda nimani eslasa bo'ladi? Media deganda Amirada qisqagina xursanish bor. Media deganda yo'q, unaqa emas. Bilasan, men mediadan juda ham aslida ichimdan faxrlanaman, mediashik bo'lganimdan, jurnalist bo'lganimdan. O'zimga xos jurnalistman. Hamma kabi jurnalist emasman. Masalan, jurnalistikaning turlari juda ko'p, jurnalistlarimizni iqtidorlari juda ko'p qirrali, ko'p nihoyatda zo'r talantli jurnalistlar bor. Ba'zan shunaqa paytlar bo'lganki, hattoki o'zimga jurnalist nomini loyiq deb bilmaganman-da. Shunaqa paytlar ham bo'lganki, o'zimga men jurnalistman deyishga men o'zimni noloyiq deb bilganman. Chunki shunaqa professional, shunaqa iqtidorli, shunaqa kuchli jurnalistlar bilan ishlaganmanki, ularni oldida o'zingizni sen yetarlicha zo'r emassan, bularchalik emassan, mana bular jurnalistsan emassan degan narsa kelardida. Hammada bo'ladi bu narsa. Va o'sha payt ko'p uzoq muddat, hattoki kimsiz kasbingiz deganda uzoq o'ylanib keyin jurnalist derdim. Ya'ni bittada jurnalist deya olmasdim. Chunki hattoki qayerdir o'zimni kasbimni yoki o'zimni mana shu meni kasbim deyishga loyiq bilmasdim. Chunki u darajada zo'r emasman degan narsa doim turardi. Yo zo'r bo'l yoki kerak emas. Yoki zo'r bo'l, o'shanda tan olasan, sen jurnalistsan. Shuning uchun hozir ham aytyapmanki, men shu jurnalistikada o'zimga xos jurnalistman. Mana shu narsani tushunganimdan keyin yo'q. Men o'zimga xos jurnalistman. Man balki bunaqa gliba jurnalistlar bor, shunaqa dahshat, bunaqa prям nima deydi, ularni har bir so'zi terilgan, har bir gapi, ularni haqiqatda jurnalist desa bo'ladigan shunaqa kuchli, ziyoli insonlar. Men ko'rganman, ular bilan ishlaganman. Va bunaqa insonlar bilan ishlaganingdan keyin tushunasanki, o'sha sen yetarlicha zo'r emassan deganda, yo'q, to'xta. Men o'zimga xosman. Biz hammamiz o'zimizga xosmiz. Men bulardek bo'lishga majbur emasman va men bulardek bo'lsamgina jurnalist bo'lmayman. Men hozir allaqachon jurnalistman va men buni tan olaman. O'zimga xos jurnalistman. Ana shu narsani qabul qilgandan keyin hamma narsa o'zgarib, kasbingni ham sevishni boshlaysan, kasbingda o'zingni komfort his qilishni boshlar ekansan-da. Va o'sha mediaga kirib kelgan, ya'ni boshida o'sha necha yillik men 22 yillik tajribam davomida, mana 22 yildan buyon men media sohasida bo'lsam, gazeta bormi, radio bormi, televideniya bormi, hammasini ichida pishganman-da, ya'ni va media desa, gazeta desa, televideniya desa, men faxrlanaman. Faxrlanadigan davrlarim bular. Ya'ni menga ilm, ziyoni bergan, eng zo'r kuchli professionallar bilan tanishgan, juda ko'p
qiziqarli insonlar bilan ishlashga imkoniyat berdida menga media. Shuning uchun xo'rsinish hech qanaqa yo'q. Qaytangi trepet bor, ya'ni ehtiyot qilish bor. Mana shu media haqida gapirganda, jurnalistika haqida gapirganda men buni ehtiyot qilib gapirgim keladi. Shunchaki baland parvoz gaplarni gapirib, men jurnalistman degim kelmaydi. Yo'q, men shunchaki mana shu yerda jurnalistikani o'ziga xos bir anonisi bor, nomi bor, u ulug' nom va buni ehtiyot qilib gapirish kerak deb o'ylayman. Va ayni shu media sizga yangi bir yo'nalishda imkoniyatlarni sinab ko'rish fursatini berdi. U ham bo'lsa Amira va prodyuserlik. Televideniyani nazarda tutyapsizmi? Prodyuserlik sizda faqat televideniyada bo'lmadi, lekin televideniyadan boshlandi. Shunaqa. Televideniyada bu bilasizmi, bu judayam zo'r maktab bo'ldi menga va experience bo'ldi. Boya aytganingizdek, zo'r tajriba bo'ldi televideniya. Chunki eslasangiz agar biz siz bilan birgalikda 2010-yildan buyon tanishib bo'lsak, 15 yil bo'libdi Nazira opa. 15 yil oldin kelardingiz Sug'diyona gazetasida o'tirib, kofe ichib, o'sha payt televideniya haqida ko'p gapirardik va men uchun televideniya bu o'sha payt, ya'ni o'sha bolaligimda qolib ketgan orzu holati edi-da. Ya'ni sekin asta televideniyada nimadir qilish g'oyasi paydo bo'ldi. Bir loyihani boshladim, o'sha loyihani amalga oshirdim. Siz o'shanda boshida bizga yordam bergansiz, birgalikda turganmiz o'sha Parvoz zavqi loyihasida va o'sha meni eng katta qanaqadir tajribam bo'ldi-da va undan keyin to'xtab qoldi hammasi, ya'ni yetarli. Va 17-yilda mana shu sevimli telekanali Karavan nomi bilan chiqganida o'sha payt, uni endi yurg'izish kerak. Bu televideniyani nima deydi, raqamli televideniyaga berishgan, nimadir qilgan. Xullas, hamma butun O'zbekiston ko'rishni boshlaganda bu kanalni va Karavan bo'lib turibdi, na bir ichida kontenti bor, na odami bor, hech narsasi yo'q bo'lgan joyda, ya'ni cho'kish arafasida turgan bir telekanal edi. Real holatda cho'kayotgan edi-da. Juda katta qarzlari bilan, boshqasi bilan o'sha payt ol shu kanalni, yurg'iz. Men aytganmanki, qila olmayman. Men televizionshik emasman. Men gazetadan zo'r bilaman. Gazetani hammasini marketingdan boshlab to uni PR kompaniyasigacha, to uni ichidagi materiallarigacha odamlarga nima kerakligini bilaman. Qanday yozish kerakligini, qanday yetkazish, qanday sarlavhalar tanlashni hammasini bilaman. Lekin televideniyani bilmayman. Bu ikki xil narsa. Yo'q, bu bir xil narsa. Bu shunchaki ikkita yo'nalish, ya'ni bu bir xil narsa, shunchaki bu televideniya, bu qo'rqma, bo'ldi, ol. O'shanda 17-yil endi Chexiyadan qaytib kelgan paytim sentyabr oyi edi. Televideniyaga sekin asta nimadan boshlash kerak? Xuddi shu gazetada qilgan jarayonni bu yerda televideniya haqiqatda bir xil narsa ekan. Ya'ni strategiyasi, strukturasi bir xil. Ya'ni men hozir uni formati haqida gapirmayapman. Ya'ni ish strategiyasi qo'llasa bo'lar ekan. Ijodiy loyihalardan iborat. Ha. Va o'shanda sekin asta boshlab, yaxshi ekspertlarni taklif qilib, boshlovchilarni taklif qilib, boshqa qilib, mana shu kanalni 5 yil deganda 5 yil davomida ishladim shu telekanalda va men nihoyatda yaratgandan beadad shukurdaman. Mana shu menga mana shunaqa imkoniyatni bergani uchun men o'zimni kashf qila oldim. O'shanda bilasizmi, bilasiz qanaqa davr edi? Ko'p marta aytganman buni. 2015-16 yil edi. Oltin qalam, bizda Oltin qalam juda ham mashhur bir an'ana edi, esingizda bo'lsa agar, taqdimot tanlov edi va eng zo'r jurnalistlarni tanlashardi. Bir necha marta o'zim ham berib ko'rganman, olishmagan. O'shanda ham mana o'sha san yetarlicha zo'r jurnalist emassan degan tushunchaga o'shanda ham kelganman. To'g'ri, san yetarlicha zo'r emassan-ku. Zo'rlar bor, zo'rlar olish kerak deb. Va o'shanda Pragada yashardim. Qaysidir eslolmayman hozir, kursdoshim Oltin qalam olgan. Oltin qalam olganda o'sha payt qaynonam yonimda o'tirganlar. Qarang deganman, mana shu kursdoshim bo'ladi, mana shu kursdoshim oldi, qarang, xursand bo'lganman deb. Bundan qaragan, yaxshi deganlar. Sizchi? Siz kimsiz deganlar. Men ham jurnalistman desa, yo'q, siz pishib yetilmagan jurnalistsiz deganlar. Shundoq muzlab qolganman. Gazeta, shuncha yil umr, shuncha ishlaganing, shuncha tajribang, senga yaqin odaming, qaynonam o'sha payt shundoq rozовый ochkini sindirib tashlaganlar-da. Rozовый ochkida yurasiz-ku hayotni tasavvur qilib, o'zingizcha hammasi zo'r deb. Va o'sha payt
yo'q siz shunchaki pishib yetilmagan jurnalistsiz deganlar. Muzlab qolganman. Pishib yetilmagan jurnalist, ana shu gap aylanavergan va mana shu aynan mana shu gap ham mani aslida jurnalistikaga boshqa qaytmayman, man sohamni almashtiraman deb Pragaga ketganman-da. Aynan mana shu gap uchun ham yo'q deganman. Bitta ishni eplolmadimmi? Demak, orqaga qaytish kerak va eplash kerak. Pishib yetilmaganni pishib yetilgan bo'lish kerak deganman-da o'zimga. Oyna bo'lib berdilar-da, boshida xafa bo'lganman. Keyinchalik tushunganman, yo'q, bu men uchun kerakli gap edi o'sha payt. Kerakli shapaloq bo'ladi-yu yuzga. Yaxshigina trezvi odamni o'ziga keltiradigan shapaloq edi. Pishib yetilmagan jurnalist yo'q. Va mana shu televideniyega shunaqa taklif berishganida bu men uchun zo'r imkoniyat bo'ldi. O'zimni namoyon qilishim uchun, o'zim uchun. Ya'ni o'zimni o'sha ichimdagi yetarlicha yaxshi emassan, yetarlicha zo'r emassan, yetarlicha emas degan narsani yetarlicha qilish uchun zo'r imkoniyat bo'ldi-da. Aynan mana shu 5 yil o'zim uchun men mazza qilib ishlab, zavqlanib, ijod qilib, hamma narsa xohlaganingdek o'zing, ya'ni bemalol ishlash imkoniyati bor. Va o'sha payt ayincha televideniyalarda erkinlik, prezidentimiz shunaqa 17-yilda как раз prezident bo'lgan paytlari edi, jurnalistlarga alohida e'tibor berishni boshladilar, televideniyalarga eshiklar ochildi, qanaqadir yengilroq ishlash formati boshlandi-da. Maza qilib ishlaganmiz. Mana shunaqa davr bo'lgan 5 yil. Va shunchaki kelib bo'ldi. Bir o'sha baribir har bitta narsaning muddati bo'ladi. Doimiy bir umrlik hech narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Hech narsa abadiy emas deb o'ylayman va eng muhimi kerakli paytda to'xtash. Kerakli paytda o'sha anonga nima deydi, o'zing o'sha hikoyaga nuqta qo'yish. Ya'ni rezinka qilib cho'zilib ketmasligi uchun ham o'zing uchun kerakli shiringina joyida nuqta qo'yish. Va mana shu shiringina nuqtasi shu 5 yil bo'ldi-da men uchun. Ya'ni bu yog'iga o'zimni televideniyada kerak, mana o'sha yetarlicha yana nimadir bera olaman deb o'ylamadim. Zavqlanmadingiz. Bo'ldi, to'xtadim. Chunki berib bo'ldim hammasini. Reyting bo'yicha birinchi o'ringa qo'yib qo'ydik televideniyani, eng yaxshi jurnalistlarni, eng yaxshi boshlovchilarni, eng yaxshi englarni yig'ib bo'ldik-da. Ya'ni o'zim uchun yetarlicha degan narsani oldim va o'sha payt bo'ldi, to'xtadim. O'sha pallada zavqlangan Amira ne boshlovchilarni, loyihalarni tanitmadi. Amirani nima tanitdi? O'sha payt mani bilmadim, kimga tanitdi. Kimni nazarda tutasiz? Keng ommaga mana shu sevimli telekanal, hattoki unaqa o'zimni hech qayerda ko'rsatmasdim ham. Chiqmasdim. Shunchaki karantin bo'ldi. Karantinda hammamiz uyda o'tirib qoldik va o'sha karantindan keyin Facebook shu darajada, endi Facebookda juda ko'p yozardim-da, hammamiz Facebookchilarmiz-ku, jurnalistlar. Facebookda juda aktiv edim va qanaqadir payt Facebook o'ta juda nima deydi, g'alvali bir hamma bir-birini yomonlaydigan, hamma yomon degan holatda tushib qolganidan keyin o'sha karantin payti joyni almashtirish kerak, boshqa joyga ko'chish kerak degan tushunchaga kelib, joyni almashtirish Amira va bloggingga o'tadi. Shunaqa bo'ldida, ko'chish kerak, bo'lmaydi bu yerda boshqa o'tirib, bu bunaqa fisq-u fasod bo'lib ketgan holatda edi-da o'sha payt. Yoqmasdi menga bunaqa muhit va yo'q dedim, qanaqadir boshqa joyda yengil, chiroyli narsani xohlayapman deb Instagram bilan qiziq. Bo'lmasam Instagramim bor edi o'sha payt ham, 5000 ta o'zidan o'zi odam ham yig'ilib qo'ygan, boshqa. Sekin asta o'sha Instagramda yozib Oybek Aliyev ustozimiz bir marta zo'r gap aytgandilar-da, u kishi ham bir marta shapaloq tushirganlar menga. Siz qalam, sizgina deganlar menga. Televideniya payti o'sha 20-yildan oldin 19, siz nimaga unaqa deysiz, Oybek aka? Siz shunday yozishni bilardingiz. Nima bo'ldi endi? Mana televideniyada o'tiribsiz, yulduzlarni ko'rsatib, boshqa hech narsa qilayotganingiz yo'q. Qani o'zingizni ijod qilayotganingiz? Qani o'zingiz nimadir yozayotganingiz? Nima qilyapsiz deganlarda. Ikkinchi shapaloqda bu ham endi haqiqatda nima qilyapman? Men jurnalist bo'lib nima qilyapman o'zim? Ya'ni boshqa prodyuser bo'lib san ko'p odamlarni ishga olib, yollab ularni ishlatishing mumkin. Prodyuser bu aslida zo'r menejer.
zo'r menejerda, ya'ni menejerlik bu. ikkinchi plandagi muhim inson, lekin Ha. ikkinchi degan so'zi Ha, bor. orqada turasan, san hech kim mayli ko'rmasin, shu holatdan san zavqlanasan, lekin bu menejment. Lekin jurnalistikada bu sani qalaming, san nima deya olasan, seni fikring qanday? Ana o'sha payt shu gapni aytganlaridan keyin essiz qalam, essizgina deganlaridan keyin yo'q, buni essiz qilish mumkin emas deb sizni zo'r qalamingiz bor, siz yozib turishingiz kerak deganlarni siz o'zingizga xos yozasiz, buni unutmang. Doim menga mana shunaqa motivatsiya berib turardilar. Keyin o'sha Instagramda kirib, sekin asta yozib qarasam, odamlarga yoqayapti, bir-birlariga yuborishyapti, boshqa qilyapti, motivatsiya deyishyapti, rahmat deyishyapti, tanishni boshlashyapti va mani aslida Instagram tanitdi. Televideniya emas. Ya'ni men televideniyada shuncha yil ijod qilib, televideniyada men tanilmadim. Meni shunchaki titrda Amira Rashidova, Zirabchida Amira Rashidova bo'lib chiqardim. Loyiha bosh prodyuseri yoki tam loyiha g'oya muallifi. Shu bilan bo'ldi. Lekin aynan men kimman, mening fikrim qanday, men nima haqida o'ylayman, mana bularni hammasini Instagramda joylashni boshlaganimdan keyin ko'proq odamlar tanishni boshladi-da. Endi o'sha blogging olamida so'nggi 5 yil shunaqa ham mukkasidan ketgan inson bo'ldingiz. Shaxsan men uchun mukkasidan ketgan tushunarli holat nimaga sizni Instagramdan taniydiganlar yo'q, har doim bu holat bo'lgan bu insonda deyishadi. Asli boshqa Amira Rashidovani bilganim uchun mukkasidan ketgan bloggingga berilib ketgan Amira deyman va raqamlar buni inkor etmaydi. Instagramda 1,5 millionga yaqin, YouTube'da 1,5 millionga yaqin auditoriyangiz bor va mana shu auditoriya bilan muloqot qilishingiz ham doimiy ravishda menga juda ko'p va tez nimadir boshlasam jonimga tegishi mumkin deysiz-u, bu hamon joningizga tegmayapti chog'i. Nega? Menimcha hali ham yo'ldasiz, hali ham o'rganyapsiz. Qanaqa ko'nikma hosil qildingiz ayni ijtimoiy tarmoqlar bilan muloqot davrida? Siz meni demak kuzatmayapsiz. Instagram jonimga tegdi. Allaqachon. Instagram joningizga tegmadi. Qachon tegadi? Taqataq to'xtatganingizda sizda oldin doimiy ravishda bo'lardi. Hozir orra-chorada, lekin baribir yarq etadigan postlaringiz bor. Balkim, lekin mana oldingida o'sha mukkasidan ketgan, oldingiday qalam yo'q. Ha, mukkasidan ketgan paytda u ertalabdan boshlanar edi-da, ya'ni yozish, chiqish, gapirish. Hozir o'ylayman, voy, rossiyam o'zi ham shijoat bo'lgan ekan. Yomon ham erinmagan ayol ekanman. Yomon ham erinmagan ekan. Rozi chiqib gapirar ekanman deyman-da. Hozir shu formatga boshqa qayta olmayman. Hamma narsani o'zini muddati bo'ladi deydi-yu, Nazira opa. Hamma narsani muddati bor. Vot qaysidir muddat просто o'sha payt keldimi, mana tarif bo'ladi. Qanaqadir yaratgan senga shunaqa imkoniyat beradimi bilmayman, yo shunaqa o'zingni ichingdan shunaqa energiya jo'shib chiqadimi, uni yopish mumkin emas. Mumkin emas buni yopib qo'yish. Ber, qilib ko'r. O'sha payt yo'q deb odamlarni gapi deb boshqa qilib to'xtash mumkin emasda. Qilaverish kerak. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Hozirman, mana hozirgi kallam bilan, hozirgi fikrim, dunyoqarashim bilan orqaga qaytib, o'sha deylik 4 yil oldingi postlarimni o'qisam, yo 4 yil oldingi qaysidir o'sha storiesda chiqqanimni ko'rsam, разве так можно deyman-da, misol uchun. Как deyman-da. Men o'syapman, to'g'ri, biz hammamiz o'samiz har kunida, lekin o'sha payt qarang, bu men uchun normal holat bo'lganda, o'sha payt meni o'sha yerdagi dunyoqarashim, tashqi ko'rinishim va hokazolar uchun bu normal holat bo'lgan men uchun va men hech kimga qaramasdan bosaverganman. Bo'lmasa menga qancha taqiqlar bo'lgan, dadam tomondan, erim tomondan, qilma, ko'rsatma, bolalarni ko'rsatyapsan, uyimizni ko'rsatyapsan, ko'rsatma. Men aytganmanki, men ko'rsatish emas bu. Men uchun bu shunaqa hozir, men hozir qiziqmayman, menga beringlar, qiziqib qilib ko'ray. Bilasizmi, biz hamma har doim bizning ichimizda baribir bola yashaydi. Kichkina bola yashaydi doim va muhimi ana shu bolani yo'qotmaslik. Ana shu bolaga xarxasha qilishga, qiziqishga, dunyoni o'ziga ochishga, qilmagan ishni qilib ko'rishga ruxsat berishimiz kerak. Biz ko'p paytda ana shu yerda o'ta jiddiylashib ketamiz, o'ta katta odam bo'lib qolamizda, juda ham jiddiy o'zimizdan kimnidir yasashni boshlaymiz, o'zimizga taqiqlar qo'yishni boshlaymiz. Jinnilik qilgimiz kelsa agar yo'q, mumkin emas, odamlar nima deydi deymiz. Yo nimadir qilib ko'rgizing, sen falonchisan, shu ishni qilasanmi? Menga shunaqa deyishgan. Sen bilasanmi, kimsan sen endi chiqib Instagramga mana qilib gapirib yuribsan? Hamma gapirgan. Shunchaki eshitmaganman o'sha payt. Chunki men ichimdagi bolamni tanlaganman-da. Ichimdagi
kichkina bolamni tanlaganman, uning xohishini tanlaganman va unga shu narsa zavq beryaptimi, qil deganman, bo'ldi, qilaman. Menga hech kim bu narsaga yo'limni to'smaydi. Qaytanga battar qilaman. Gapirmanglar, battar qilaman deganman-da. Mana shunaqa narsa bo'lgandi va hozir qarasam aytayapman-ku, o'zi ham bir kunda 30 talab stories qo'yadigan darajada shijoat bo'lganda, energiya bo'lgan. Hozir bunaqa emas. Ya'ni o'zini muddati bo'ladi hamma narsani. O'zini vaqti soati bo'ladi. O'sha payt qilib ko'radi odam, keyin joniga baribir tegadi. Baribir, lekin o'sha payt qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rdim, qaytanga mana bu bilmayman, kim uchundir bu yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir o'zini o'sha kuzatuvchilarning soni bilan faxrlanishi mumkin, boshqa. Men uchun bu faxr emas, men uchun shu hayotda foydali bo'layotganim men uchun faxr. Ya'ni odamlarning soni emas, meni nechta odam kuzatayotgani soni men uchun ahamiyatli emas. Men uchun muhimi shu hayotda yashab kimgadir nafim tegayotgani. Tet bo'lmasada, kimnidir qo'lini ushlay olmasamda, kimnidir kelib quchoqlamasamda, kimnidir shunchaki yupata olmasamda, so'zlarim orqali yozib yoki gapirib yoki qayergadir sayohat qilib, kimgadir motivatsiya berayotganimni bilaman. Chunki menga shu haqida yozishadi va men demak missiya bo'ldi. Missiyam shu, demak men foydali bo'lyapman va bekorga yashamayapman degan narsani beryapti-da. Men uchun Instagram ana shunday muhit bo'ldi. Va aynan televideniyani tempini juda yaxshi bilasiz. Butun boshli televideniya 400 ta odam ishlardi. Hamma narsasini kontrol qiladigan darajada edimda. Ya'ni yo'q edi bunaqa sistema qo'yilmagandi. Ya'ni bilmayman, bir nechta tam bo'lim boshliqlari hamma o'zini ishini qiladi, sen prosta prodyusersan, unaqa emas edi. Mayda chuyda ichigacha, hattoki bozorga borib kraskalarni tanlashgacha o'zim qaror qilardim-da. Ya'ni yangi studiyamiz dekoratsiyasini chizdirishgacha, o'shani narsasini sotib olishgacha o'zim, chunki ishonmasdim. Borardim, boshqa narsani olib kelardi. Yo'q, to'xta, o'zim boraman. Shunda borib jomaga borardim. Qani kraska ko'rsating, mana bu svet, mana bu rang, mana bu rang bo'ladi. Mana bu parket kerak, mana bu linoleum kerak deb yig'dirib olib keltirardim-da, yordamchim bo'lardi, u yurib boshqa qilib hal qilardi hammasini. Lekin o'zim qilishim kerak edi shu narsani. Shu darajada uni ichkarigacha, mayda-chuydagisigacha band bo'lganingizdan keyin bu nima bu? Bu energiya, bu shuncha kuching, shuncha sani ishlayapsan shu uchun. Lekin energiya qaytib kelishi kerak-ku. Nima menga energiya berardi? Hech narsa bermasdi-da o'sha payt. Ya'ni faqat men berardim. Men xuddiki transformator bo'ladi, energiya ishlab chiqaruvchi bir transformatordek o'zimni his qilardim. Go'yoki butun televideniya bitta meni ustimda ushlab turgandek o'zimni his qilardim. Aslida bunaqa emas edi, aslida juda ko'p faktorlar edi. Va o'zimga bir kun aytdimki, to'xta, agar men bilan nimadir sodir bo'lsa bu hayotdan shunchaki ketsam agar, televideniya to'xtaydimi? Yo'q, televideniya davom etadi. Xo'p, men nima uchun bunchalik o'zimni men shu darajada berilib ketyapman? Qani meni hayotim, qani meni qiziqishlarim, qani man televideniya emasman-ku. Men Amiraman, men Amira qani yo'qotib qo'ydim-da o'sha payt Amirani. Mana shu 5 yil ichida shu darajada ishga sho'ng'ib ketganmanki, o'zim haqimda, o'zimni qiziqishlarim, meni resurslarim, nimaga energiya beradi, meni hobbi, hech narsam yo'q edi-da, faqat ish edi. Turmush o'rtog'im bilan bitta joyda ishlaganimiz uchun gapiradigan gapimiz faqat ish. Ish. Bilasizmi, konflikt da yashaganman-da turmush o'rtog'im bilan. Chunki bitta oilada mana bir oilada yashayapsiz, bir to'shakka nima deydi, kirasiz, bitta yostiqga bosh qo'yasiz va shu odam bilan birgalikda bitta jamoada ishlaysiz. Va jamoada ishlayotganda siz u yerda sevishganlar emassizlar. Sizlar u yerda hamkasbsizlar va qayerdadir juda kerakli shiddatli janglar bo'lardi hattoki-da. Bu janglarning guvohi bo'lganmiz necha marotaba. Sporlar bo'lardi. Chunki shunaqa qilib televideniya zo'r bo'lgandi. Katta sporlar ustida. Yo'q, bunaqa emas. Bunaqa bo'lishi kerak, unaqa. Va ana shu sporlar uchun ham o'ylaysizki, to'xta, nima uchun sen buni qilyapsan? Oilang buzilyapti. O'zing yo'qsan, ayollik hech narsang qolmagan, faqat isbotlash uchun yashayapsan. To'xta, остановись, просто stop. Kerak emas, to'xta, bo'ldi, qilib bo'lding. O'zingga yetarlicha ekaningni isbotlab bo'lding, yetadi. Mana shu joyda Amira va oila nimani bilmoqchisiz? Siz ochilmaydigan insonsiz, garchi ijtimoiy tarmoqlarda o'sha siz aytgandek, sizni oilangiz urushgan bordek, oila ham bor, farzandlari ham bor, turmush o'rtoq, hamma bor, lekin ko'p gapirishni yoqtirmaysiz. Oila, albatta siz konfliktlardan so'ng
ma'lum bir oila rishtalarni nima ushlab turadi degan xulosaga kelgan ayolsizki, so'ng undan keyin o'zingizni boshqa onlayn loyihangizni boshladingiz. Amira va oila. Bilasizmi, oilada eng muhimi ayolligini, rolini unutmasligi kerakligini menga o'rgatganda, mana shu hayot davomida mana shu narsaga amin bo'lganman. Ayol o'zini o'rnini, o'zini rolini unutmasligi kerak va biz ayollar energiya manbayimiz. Bu qancha gapirishmasin erkaklar bu narsaga unaqa emas deyishsa ham boshqa, bu shunaqa. Ayol atrofida hamma narsa aylanadi, butun oila aylanadi. Ya'ni agar ayolda muhit, ayolning ichki muhiti, ichki holati okey bo'lsa, joyida bo'lsa agar hammasi yaxshi bo'lar ekan. Lekin agar rollar almashinib qolsa, ya'ni o'sha boya aytganimdek ering bilan o'zing bilmagan holatda raqobatlashishni boshlasang, u bilan konflikt qilishni boshlasang, nima uchun degan savolni bermaysan-da, faqat konfliktga kirasan. Nega konfliktga kirmoqchisan? Sen haq bo'lmoqchimisan yoki baxtli? Nima qilmoqchisan? Va ana shu yerda tushunasanki, aslida men haq bo'lishni xohlamayman. Haq bo'lish bu doimiy, bu tuganmaydigan bahs. Bu munozara, bu bahs, bu konflikt. Baxtli bo'lish esa qayerdadir balki siz haqsiz deb qo'yish bo'ldi. Shunchaki ber, shu odamga shunchaki bu bitta qadam orqaga o'zing tasha, nima qilasan birga bir bahslashib, nima qilasan birga bir tashashib erkak bilan degan narsani tushunasizda. Va o'shanda ayol agar ichida o'sha energiya manbaini, o'zini rolini, joyini bilsa agar, o'zidan mazza qilishni, zavqlanishni o'rgansa, shunchaki ozgina zaifa bo'lishni ham mazza qilsin shu narsadan, shu holatidan, isbotlovchi pozitsiyadan emas, shunchaki ayolligidan mazza qilishni boshlasa agar, atrofida hamma narsa joy-joyiga tushadi. Hamma narsa. Toki ana shu ichkarida bizda qarama qarshilik bor ekan, toki ichkarida isbotlash bor ekan, isbotlagim kelyapti, qilgim kelyapti, ko'rsatgim kelyapti degan narsa bor ekan, o'zini parokanda qiladi ayol, o'zini rasvo qiladi hamma joyini. Bo'lganda menda shu davr, yashadimku shunda. Men shuning uchun behisob shukr qilaman Xudoga, menga shunaqa darslarni bergani uchun. Bu qiyin darslar. Bu o'ziga xos, bugungi kunda ayollardan so'rasangiz, ayollar bu darslardan, men dars demaydi-da, buni hayot tashvishlari yoki hayot saboqlari yoki hayot sinovlari deb bu narsani juda ham giperbolizировать qilib, ya'ni juda qiyinlashtirib olishadi. Vahimali holatga keltirishadi. Aslida bu zo'r, bu dars bu. Men shukr qilaman. Men shunaqa rollarda bo'lganim uchun, shunaqa hayotda yashaganim uchun, turmush o'rtog'im bilan qanday mumkin va qanday mumkin emas, o'zim bilan qanday mumkin emas, ishda qanday mumkin emas, hamma joyda o'zimni tahlil qilib va nihoyat shu holatimga keldimda. Agar shu narsalar bo'lmaganida, shu bahslar, shu munozaralar, shu janjallar, urushlar, konfliktlar, hattoki ajrimgacha bo'lgan davrlar bo'lmaganida edi, men bugungi oilamni bu darajada mana shu, bilasizmi, quriladi-da, baribir bu sabr, bardosh va qayerdadir harakating, mehnating bu. Ikkala tomonni ham mehnati, bitta odamni emas. Va mana shu narsani qadriga ham yetmaysan-da. Men hozir tushunamanki, bu shunchaki oddiy emas, 22 yillik turmush, 22 yil